agar mümkün bo'lsa Germaniyadagi turkologiya sohasidagi yangiliklar haqida biroz so'zlab bersangiz deb. Albatta Germaniya turkologiyaningki maydonga kelgan bir yer bo'lishibdi bilan hozirgacha o'zininki mushtaradagi qo'shgan to'pillari bilan davomli bizning diqqatimizni o'ziga jalb qilib kelyotidi. Albatta biz bu ahvolning texnik yaxshi bo'lishini, texnik ko'p natijalarning yaratilishini umid qilardik, lekin keyingi vaqtlardagi o'qitish sistemasidagi islohotlar hamda kasblarningki ba'zi kasblarningki zamonaviy va kuchaygan, cho'ng'aygan kasblar bo'lishi va ba'zi kasblarningki kichiklab ketayotgan kasblar bo'lishi sababidan turkologiya ham buning ta'siriga uchrayotgan kasblardan biri. Turkologiya Germaniyada kichik kasb hisoblanadi. Bunaq deganligimiz o'quvchilarning ait az. Shuning uchun e'tibor berilish ahvolimi yetarlik, ya'ni cho'ng kasblargidek yetarlik emas. Bizni aslida yaxshi xabarlar bilan kelishim kerak edi, ammo bizning demoqchi bo'lganimiz reallik bo'lg'achqa biroz odamning umidsizlanishimi, men buni sizlar bilan o'rtoqlashkim bor. Buni bilib qolganimiz yaxshi deb o'ylayman. Keyingi vaqtlarda Germaniyada arqa-arqadan turkologiya fakultetlari etib etilyotdi. Masalan, mashhur turkologiya bölümlerinden Mainz Üniversitesi'de birisi bor hozirmi? Xudoga shukr, Gießen Üniversitesi'de bor, ammo Göttingen Üniversitesi'de, ya'ni bizning Uyg'ur tadqiqotimiz, turkologiya tadqiqoti uchun nihoyat muhim bo'lgan bir universitetda turkologiya fakulteti hozir bir necha yildan beri taqviyetildi yoki o'zgartirildi deb kelinyapti. Yaqin vaqtlardagi ahvolga qaraganda faqat bu yerda Osmanistik, ya'ni Osmanlılar tadqiqoti va hozirgi Turkiya tadqiqoti bir bölüm qilib ochilib, umumiy turkologiya va O'rta Osiyo tadqiqoti bölümü taqviyetilyapti. Undan boshqa yana Berlin Humboldt Üniversitesi'de aynı vaqtdagi Berlin Üniversitesi 200 yıldan ortiq tarixi va Germaniyadagi mashhur universitetlardan biri. Bu üniversitede O'rta Osiyo tadqiqoti bölümü bordi. Nihoyat kuchli bir bölüm edi. Lekin bir necha yildan beri bu bölümde faqatlam Afg'oniston va Ironni asos qilgan bir tadqiqot sohasi qilib qilib, qolgan sohalardagi, ya'ni bizga munosabatli sohalardagi kasblar elib etildi. Undan boshqa yana Marburg Üniversitesi'de turkologiya bölümü bor edi. U yerda u bölüm taqilib ketdi. Undan boshqa yana nihoyat mashhur zamonaviy bölümlerden bizning kasbimizda ilg'or olimlar ishlagan bölümlerden bu Frankfurt Üniversitesi'de turkologiya bölümü bordi. Bu bölüm taqilib ketdi. Albatta bu bölümlerning taqilib ketishi kelgusi avlodlarningki yetildirish, tarbiyalanish uchun az bo'lmagan yo'qotish bizni umidsizlantirdi. Ammo biz keyingi vaqtlarda Xudoga ming shukr, Turkiyada va Turkiy davlatlarda, bo'libmi Qozog'istonda, O'zbekiston, Qirg'izistonlarda, Ozarbayjonda va boshqa davlatlarda taraqqiy qilayotgan, avj olayotgan bizning o'zimiz uchun munosabatli bo'lgan bu bölümlerning tadqiqoti, bu turkologiya sohasi, turk millatlarining o'zaro munosabati, iqtisodiy, siyosiy, har soha tadqiqotlarida nihoyat cho'ng ilgirlashlarning bo'layotganligini, bir-biridan iqtidorli olimlarning yetishib chiqayotganligini anglab turmiz, xabar topib turmiz, asarlarini keltirib o'qiymiz. Bu bizga eng cho'ng tasalli bo'layotdi. Ammo yuqoridagi ko'ngilsiz xabarning yanida albatta bizni xushal qilgan qismlarmi bor. Bo'libmi Uyg'urshunoslik tadqiqotida bir qism yangiliklar bor. Masalan, hozir Germaniyada 2017-yildan beri mushu qadimgi Uyg'ur tili uchun bir lug'at tuzilyapti. Bu lug'at mushu turpandan topilgan qo'lyozmalarimizni asos qiladi. 9-asrdan 13-asrgacha bo'lgan davr ichida yaratilgan bizningki qo'lyozmalarimizningki tilini asos qiladi. Bu lug'at 24 yillik proje bo'lib, loyiha bo'lib tasdiqlandi. Germaniya 10 million yevrodan ortiq pul bunga tasdiqladi. Bu yerda bir-biridan tajribalik va iqtidorli professorlar, doktorlar ishlaydi. Masalan, bularning biri hozirgi zamondagi eng mashhur tadqiqotchilarning biri Klaus Hoyerborn, professor doktor Klaus Hoyerborn. Bu ustozimiz bu bilimde
uzun müddet işleyen, hazır 82 yaş, 85 yaş kirdi. Ve nurgun yeni işlerini kıygan, bulanın içindeki bu en ahırkı kılavatkan işlerden biri şu Uygur tili luğutu. Bu luğat hazır pil, isim ve chet el tilinden kabul kılınan sözler degan 3 tür boyunca sözlüwatydy. Hazır 8 kısım kitap çıktı. Bu proje yani demek 2017 yılı başlangan 24 yıllık proje dep hesaplaydigan bolsak, tehe nayt uzun bir vaqt aldığımızda demek bu digenlik bizninki söz baylıkımızın, tekstlerimizin, eserlerimizin ne kadar köp ekanligini gösterip berdi. Onundan başka yana Profesör Jens Peter Laut, bu Klaus Goebbels'ın okuyucusu. Bu ustazımı bir neçe yıl burun pensiyaga çıktı, lekin muşu lugat üçün işlevatıdı. Bu adam Maytri Simet ve başka bizning meşhur tekstlerimiz üstüde ömür boyu tadqiqat edip bağlan adam. Okuvchilik çağıdan tatip, bakalavrlık çağıdan tatip, pensiyaga çıkışı ve pensiyaga çıkmandan keyin bu sahada tadqiqat edip berivatıdı. Bu adamın muşu lugatning mesullaridan biri. Onundan başka Germaniyanınki en meşhur yaş tadqiqatçılardan Jens Wilkins, Dr. Jens Wilkins. Jens Wilkins muşu O'rta Asyada meydana kelgan en zor hajimlik eserlerden 10 etki qilınchilik yol, dün başka yana Altın Yarık qatarlık bir qatar mühim eserlerinin yani çoğ hajimlik eserlerini vayiga yetkizip tadqiq qilgan ve hazırgacha saqlanıp kelgan nurgun hatalıklarını düzeltken en yaş ve qatarlık bir tadqiqatçı. Ular bes bilen tadqiqat elip berivatydy. Onundan başka yana bu tadqiqatçıga qatnaşyapkan 5-6 profesör ve doktorlar var. Endi men bunda haberlarni desem, elbette bizning yana nurgun haberlerimiz var. Germaniya yana yakından beri neçe 10 neçe yıldan beri naytı boşap kalgan kelgüsünün ümitlengen bazı kesiplarda yeniliklar var, yeni tadqiqat neticeleri var. Bularning hammasini sanap bir bulamayman bugün. Ümit qilaman ki shundaq bizningki faxrlik ustozimiz uninki tirishchanligi ve bizni yetaklishi, birleştirishi neticesinde ishonamanki kelgusida biz birlikte dünyanın hamma yerdagi tadqiqotchilar, turkologlar, faqat Uyg'urlar emas, Qozoq, Qirg'iz, hamma millatlardan Pakistandanmi ovozdan anglayapmiz. Birlikte en çok neticelerni yaratamiz. Milletimizning tadqiqoti, Türk millatlarininki madaniyati ve başka sahalardagi en yaxshi natijalar bilan xalqimizni salomlaymiz.